6 ayda $8 жөнөттүңбү? Iyul, avgust, sentyabr. Үйүңө бала чакаңа канча миң жөнөттүң? Ming emas. Dollar жөнөтөсүң да? Канча $1000 жөнөттүң? 800 jönöttüm. 6 ayda O'zingni territoriyaң qorin bo'lgan joyingda boshqa territoriyaga olib qolasiz endi. Boshqa territoriyaga qor tozalashga ketsam, после обеда еще dedi до конца dedi Ramazan. 7 часов dedi. Ramazan sana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу момун мусулмандар, Москвада иштеп жүргөн жердештер, YouTube көрүүчүлөр, кандайсыздар, амансыздарбы? Туугандар, бүгүн 8 ноябрь 2021 жыл. Туугандар, бул видео Москвада таксиде иштеп жүргөн жердештерге тиешелүү. Анткени мен өзүмдүн дагы основной жумушум такси. Таксиде 2 жыл, 2,5 жылдан бери таксиде иштеймин. Ошондуктан достаточно опыт бар, достаточно маалыматтар бар. Ошол өзүм билген опыттарды, маалыматтарды таксиге эми чыганын, таксини эми баштаган или Кыргызстандан эми келген туугандарга пайдасы тиет деген ойдомун. Иншаллах пайдасы тиет. Ошондуктан бул видеону группаларга таратып коюңуздар. Подписка болбогондор сөзсүз подписка болуп, лайк басып, өзүңөрдүн ой пикириңерди комментарийга жазып коюңуздар сиздерден сураныч. Туугандар, бул видеонун тартуудан максат өткөндө где-то 15 күн 20 күн мурда, как раз воскресенье болчу, базар күнү. Бир аз эс алып саат 10-11лерде жумушка чыктым эле. 10-11лерде жумушка чыгып, машинамды жүргүзүп кыздырып отурсам, өзбекстандык бир өзбек тууган келип суранып калды да. Брат, выхода метродон Строгино метрого чейин таштап кой. Канча болот деди. Анан мен Яндекске кирип акчаны көрсөм 1300, 1400 болуптур да. Анан брат 1300 болот экен, мен кылайын таштайынбы десем, брат болгондо 1000 рубль акчам бар. Ошону берейин таштап кой сенден сураныч деп калды. Анан как раз воскресенье болчу, хорошо деп алып, үйүнө бар, жашаган жерине барып жүктөрүн алып, жолго чыкканда мен камераны көргүзгөн элем. Бул Өзбекстанда кандай жашоо, кантип жашашат, эмне жаңылыктар, дин тараптан кандай, ошолорду сурайын деп ниет кылып, ошону көргүзгөн элем. Анан ол брат дагы каяктан болот, жашы канчада, качан келген, полный ошол өзүнүн немесин айтып берди. Канча иштейт, канча жолу кыдалла болгон, зарплатасы канча, полный айтып бергенден кийин турусын айтсам мен жаман ичим братка жүрөгү оорудучу, натурале. Потому что биз кыргызстандыктарга өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар экен да. Өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар экен. Эми биз инсан экенбиз да, инсан унутчак болот экен, биз унутуп калат экенбиз да. Унутпасак дагы Аллах Тааланын бизге берген неаматтарынын, Аллах Тааланын бизге берген мүмкүнчүлүктөрүнү унутпасак дагы мындай кээде көңүл бурбай сүйлөп койт экенбиз да. Туугандар, ошондуктан биринчи орунда Аллах Таалага тооба кылайлы. Аллах Таалага шүгүр кылайлы. Аллах Таалага шүгүр кылганды үйрөнөлү, туугандар, потому что ошол туугандын зарплатасынын биздин таап аткан акчага эсептеген болсок, башта 10 күндүк жумушубуз экен да, 10 күндүкчү, онун 1 ай иштеген акчасы биздин 10 күндүк бир жумалык акча экен да. Эми бул видео эмне үчүн таксисттерге тиешелүү? Потому что мына мен 2 жыл, 2,5 жылдан бери таксиде иштеймин. Эми аэропортторго барганда, станкаларда, парковкаларда туруп калганда бири-бирибизге салам бергенден кийинки эле биринчи суроо жумуш кандай болуп атат деп бири-бирибизден сурайбыз да. Таксистер жакшы түшүнөт. Жакшы түшүнөт. Кээ-биркилер алхамдулилля жакшы дейт. Кээ-биркилер болуп атат дейт. Кээ-биркилери анча эмес дейт. Кээ-биркилер вообще болбой атат дейт. Особенно жаштар. Жаштар эптей албаган үчүнбү, жаштар оюн күлгүгө берилген үчүнбү билбейм. Лично мен өзүмдүн опытымдан алып караганда ошондой болуп атат да. Именно ошол такси болбой атат деген браттарга дагы бир суроо да. Болбоду дегенде дагы күнүгө 1000 рубль же 2000 рубль же 1,5 рубль өлдү дегенде табат да. Бул бензини, арендасы, жеген ичкенден тышкары. Мен ойлоп калдым, ошондо бир күндө биз 3000, 4000 эмес, күнүгө 1,5 2000ден таза тапсак дагы бир айда 50 000, 60 000 жөн тапсак болот экен. Жеген ичкен полный расходтордон чыгарып, бул самом деле жакшы акча экен да негизи. Биз ошол акчага шүгүр кылбай атат экенбиз да негизи самом делечи. Мен өзүм тааныган достор бар, өзүм тааныган браттар, братчикалар бар.
кээ биркилери даже арендасын ели берип жүргөндөр бар да. Ошолорду азыр ойлоп карасам, ошо шүгүрчүлүк жок да, мындай айткандачы. Аллах Таалага шүгүрчүлүк жок. Потому что Аллах Таала бизге шончолук мүмкүнчүлүктөрдү берип коюптур да. Мен өзүм дагы ошол нерсени ошол өзбекстандык тууган менен сүйлөшкөндөн кийин өтө катуу тийди да, мага катуу таасир кылдычы. Ошон үчүн өзүбүздүн мына жердештерге, именно такси иштеген жердештерге айтайын дедим эле. Браттар, мындай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калыш керек экен да. Мына ошолор жүрөт. Болгону эле бир эле бумага да, бумага. Олордо жок, бизде бар. Ошол бир эле бумаганын негизинде биз кеңири иштеп жүрөт экенбиз да. Кааласак таксиде, кааласак 1 жылдык документ кылып алып, каалаган жерде иштепчи. Ол өзбекстандыктар, тажикстандыктар таксиге чыга албайт экен, хоть даже правасы болсо дагы. Не только такси, даже доставка да иштей албайт экен. Мен угушум боюнча, точно билбейм, мен ошентип айтышты. Эми биз альхамдулилля, Алла Таала бизди мусулман кылып жаратыптыр. Буга чексиз шүгүрлөр болсун Алла Таалagачы, альхамдулилля. Эми мусулман болгондон кийин кайерде жүрсөк да, кайерде турсак дагы мусулмандар бири-бирибизди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, көрүнгөн жерде бири-бирибизге дават кылып жүрөлү туугандар. Дагы бир жолу айта кетейин, Аллах Таалага шүгүр кылганды үйрөнөйлү. Шүгүр кылганды үйрөнөйлү туугандар. Азыр ошол браттын видеосун да өзүм да киргиземин. Угуңуздар, көрүңүздөр өзүңүздөр, анан кийин өзүңүздөр да ойлоп көрүңүздөр. Өзүңөрдүн возможностуңардычы, кандай жумуш иштеп атасыңар, кандай условияда иштеп жүрөсүңөр, канча акча таап жатасыңар. Желательно немедегилер, таксидегилер. Калган жумуштагыларды мен билбейм канча иштейт, кандай кылат. Менин өзүмдүн иштеп жүргөн жумушум такси болгончо ошо такси жөнүндө гана. Даже жумуш болбоду дегенде дагы былтыр карантин болгондо, ошондо дагы күнүнө 2000-3000 смело иштеп жүргөнбүз да. Тем более азыр обедке чейин иштеп койсок болот экен да, ал акчанычы. Ошончо иштеп туруп, ошол каалаганыбыз жеп ичип жүрүп, все равно иш болбой атат десек бул уят. Бул Аллахтын алды, эртең билбейм кантип жооп беребиз. Ошондуктан туугандар, монтип айтпаңыздар. Жумушуңар болбой жатса өзүңөр күнөөкөрсүңөр да, либо иштебейсиңер. Кээ биркилер айтат, такси болот, жакшы дейт, бирок штраф келе берет дейт. Эми штраф алыш, албаштык бул өзүбүздөн зависит этет. Шашпастан, алжалаңдабастан, сплошной полосаларды баспай, красныйдан өтпөй, парковкаларды жакшы төлөп. Парковканы төлөш бул оңой эле нерсе, просто бая парковканын приложениясын установка кылып алдырып телефонго. Бизерге токтосоңуздар максимум 20 рубль, 30 рубль алат. Допустим, клиент 10 минутта чыкса дагы, ашып барса 20 рубль, 30 рубль алат. Кээ бирки жерлер бар, даже 5 рубль алат, 5-10 минуткачы. Просто ошону скачать этип, установка кылып, жакшы түшүнүп алсаңыздар, проблем жок парковкаданчы. Калган нерсени өзүңүздөр билесиздер. Сплошной полосаларды каерден кириш керек, каерден чыгыш. Ошолорду кылбасаңыздар деле, ошолорго маани берсеңиздер эле штраф келбейт. Лично мен өзүм тааныган өтө көп адамдар бар. Айына болсо 1-2 штраф алат, 250 рубльдан, и то редко. Атайын өздөрү шашып мындай чыкпаса эле, атак вообще болбогон адамдар барчы. Ошол туугандар, 5 мал намазды окуйлу, бол берем. Эми туура таксиде кичине кыйын болуп калат кээде. Кичине кеч калып каласың, времясы чыгып кетет. Аллахтан жакшы жардам сурап, Аллахка тоба кылып, Аллахтын жардамы менен бири-бирибизге жардам берип, жакшылыкка чакырып, жамандыкка кайтарып жүрөлү. Анда эмесе видеону акырга чейин көрүңүздөр, андан кийин өзүңүздөр салыштырып көрөсүздөр өзүңөрдүн жашооңорго. Бул дагы бир жолу айта кетейин, чисто таксисттерге тиешелүү. Потому что калган жумуштагылар кантип иштейт, канча акча табат, мен точно билбейм. Рамазан, 7 часов дейді. Рамазан, сага мен вопростарым бар да, суроолорумчу. Кара. Жашың 34-тө. 35-ке кеттасың уже. 2 балаң бар, туурабы? Өзбекстандын Сурхандария, Сурхандариядан келиң.
kelgeningga başta 5-6 ay o'qib turibdi. 5 ay bo'ldi. 5-6 ayda ichida tok istirokada ishlading. Ha. Tok istirokka. 5-6 ayda ichida voqshim O'zbekistonga uyingga bola chaqangga qancha ming jo'natding? Ming emas. Ha, dollar jo'natasizda? Qancha ming dollar jo'natding? 800 jo'natdim. 6 oyda 800 dollar jo'natdingmi? iyul, avgust, sentyabr. Ha. 2 ay jo'natilman, 2 ay jo'natdim. 800 dollar. 6 oyda 800 dollar bo'ldi boshqa ish. Oz emasmi? Oz endi shu boya ishimgacha ishimga o'xshamadi. Chunki Ha, ish cho'g'am yurib qolding-da. Hozir borayotgan joyimga borib ishladim. Bundan bir oy oldin u pul berdi. Ondan keyin boshqa joyga ishga o'tdim, u ham pul berdi. Uni ham jo'natdim, mana 3 kun oldin jo'natdim. 400 dollar jo'natdim. Endi yana bu oy jo'nataman deb bu yoqqa kelsam, bu bunday bo'ldi. Endi oldingi ishlaganimda pul bergan odamlar oldiga boryapman-da. Birinchi oylik bergan odamlar oldiga. O'sha Surxondaryodan o'zingdan sosedlaring, o'sha bir rayonda yashagan tanish bo'lishlar ko'ylab bu yoqda? Mana shular hozir sosedlar. Shu sosedlaring to'g'ri dvornikda ishlaydi. Istirokada boshqa yerda ishlagan tanish bo'lishlar yo'qmi? Yo'q. O'rischadan qandaysan? O'rischa. Endi nima deydi? Nimadir kerak bo'lsa yoki nimanidir tushuntirish kerak bo'lsa, qiynalib bo'lsa ham tushuntiraman. Tushunishingchi, tushunishing. Tushunaman. So'ylasa ruscha tushunaman. Qayta so'rab lekin tushunaman-da, qayta. Qiyinchilik bilan qaror. Qiyinchilik bilan. Atak magazinga kirib, qolagan narsangni olib kelgir u yoqqa. Uni qo'lga keladi. Bir yoqqa borish kerak bo'lsa, gide что so'rayverasiz. Короче, нулевой baza bor. Нулевой baza bor. Non, hamma narsani so'ray bilaman. Qandaydir joylarda qiynalaman-da. Endi qara Ramazon. Qanday qilib dalshi, dan qancha yil ishlash niyat bor? 2 yil ishlash. Dan 2 yil uyga ketmasdan ishlash kerak. O'shanda uyimni sozlab bitiraman. Yana hammom, tualet. Короче, uyni polni bitirishing kerak. Biz O'zbekistonda sizlarda bir kasallik bor, uyda mana shu pasportga ko'tarib, bu bolalar qorin och bo'lsa ham shu uyni ko'tarish kerak, ha? Hozir men 60-40 padishkani qo'ydim-da, ustidan bitta 60 qo'ydim. Beton. O'shanda 1 metr bo'ldi bu. 1 metr bo'ldi. Kirishasini javob, ichini shuvoq bog'ini bitirib, bir ko'matasini bitirib chiqib ketding, ha? Endi shundan beri o'zgarish qila olmadim-da. Ya hozir qarada, serani o'zing uyingda turadi, sen birovga bir pul bermaysan, birovga jomon ko'rmaysan. Sana jedetda o'sha пока что. Endi o'shani qolganini bitirishim bu yoqqa kelding endi. Kuxnya, muxnya, banya, sanya, короче, da. Men otam aytdi-da, o'g'lim dedi, sen dedi, mana hamma qo'limdagi 2 etaj, 3 etaj dedi. Sen ham shunday qilib bir pundavutni balandroq qilib dedi, pundavutini. Yana 2 ta ko'tarib, 2 ta beton qo'yib dedi. Tagini podvoq qo'ydi. Ota, menga shu ham bo'ladi. Hozircha sana o'sha jedet, sana lishni rasot kerak emas. O'zim kattasi menga kerak emas. Men bola chaqamni boqishim kerak, o'qitishim kerak. Uy-joy men bola chaqamni o'qitmay, bog'chaga bermay, uy sozlash bilan xavakar olib qolsam, bolalarimni sana o'xshagan bo'ladi, Rossiyaga kelish kerak. 6 oyda 8 dollar ishlashing kelish kerak. Shuning uchun o'zing uyingdami bir o'sha bitirib chiqqaning? Qancha soatga o'xshaydi? Hozir menda 14 sotik. Cho'ng ekanda? Endi 14 sotikda biz 4 aka ko'ramiz. Ikkitasi otam bilan qolyapti. Ikkitasi Eko'nglar o'shaga bu. O'sha 14 sotik bo'lsa ham 7 sotikdan 2ga bo'lib beraman. И так нормально-da 7 sotik. Turib, atak 4 sotikdan bergan joylar ham bor-da, turib. Bor. 4 sotikni sotib olishga 10 ming dollar to'layotganlar bor. 4 sotik 10 ming dollar. Qiymat ekanda sizlarda ham da. 1 sotiki hozir bizning mahallada 25 millionda. Mana shu pulga 2400 dollar, 2,5 ming dollar bo'lyapti. 5 yil deport O'zbekistonda qolib ketdim. Men bu yerda deport bordim 2014. 5 yil deport uyda qoldim. Sen o murda ham kelib Rossiyaga deport bo'lib 5 yil O'zbekistonda yurib, daho qaytib kelganing. Qaysi yillari kelgansiz? 2012 kelib, 2014 ketdim. O'shanda 6 oy yaxshi bo'lmasa 3 oy Kidallar.
shunday aytdi. To'g'ri gap. O'shanda kelganda ish yaxshi bo'lganmi? Ha, borib to'y qildim. Borganimdan keyin. Bilamdim. Ha, unda boyda qiling onda kelganda. Ha, oldimdan o'zgarib ketdi-da. Nesi o'zgardi O'zbekistonda? Prezident o'zgarib, mana boshqacha qilib qo'ydi, hamma tamom. Murdagi Islom Karimov yaxshi o'ylayman. Bu yaxshi edi. Uni davrida mana prezident Karimovning davrida bironta bu o'qituvchini bironta bir odam o'ldirib ketgan yo'q edi. Ha, hozir ha bir-birini pichoqlab yomon bo'ladi. Pichoqlab, o'ldirib, ko'chaga suyib ketyapti-da. Bu katta bir bokschini shunday qilyapti. O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib qo'ygan bokschi shunday qilyapti. Qaysi bokschini? Qaysi bokschini o'ldirishdi? Ana u bor, Elbekni o'ldirib ketdi. Keyin oti nima edi? MMA bo'yicha. Avval avariya bo'lib o'ldi-da u. Uni ham aka endi siz o'ylab ko'ring. Alloh ko'rsatmasin hech kim bu narsani. Alloh joyidan jannatdan qilsin. Alloh rahmatiga olsin. Lekin yaxshi bolalar edi ular. Chunki kambag'aldi bolalariga ihson qilardi ular. O'zbekistonda yurganda qancha mahal namoz o'qiding? Qancha odam? Qancha Например, bir kunda 5 mahal namoz o'qish kerak, to'g'ri? Sen qancha mahal namoz o'qiding? Men ham endi qurilish ishladim O'zbekistonda. O'zbekistonda ham ishtirok etishdi. Qoza ham bo'lardi endi, misol. Qazo deganda qanday endi? Masalan, shomni kechiktirib o'qib qo'yardim. Masalan, asrni kechiktirib o'qib qo'yardim. Asrni kechiktirib o'qib qo'yardim. Tushgani nima bo'libdi? Lekin qazosini Xitoyga o'qib olardi. Mana sizlarda Sadir Japarov yangi prezident bo'libdi-ku. Men qirg'iz bolalar bilan ishladim, To'lqin degan aka aytdi. 83-yil. Bizda endi Allohga shukr yaxshi prezident keldi dedi. Alhamdulillah dedi. Yaxshi prezident kelib dedi. Oldingi korrupsiyalarni hammasini qamatdi dedi. Yeshua dedi, xalqqa dedi, uy yo'qlarga uy beryapti dedi. Lekin dedi, o'zi dedi, nimada minbarda turib qasam ichdi. Otasi o'lgan ekan qamoqda yotgan payti bu. Sadir Japarov qamoqda yotgan payti otasi o'lgan ekan qamoqda bo'lgan payti. O'g'li o'lgan ekan. Yana kimdir o'lgan ekan. Otasi, enesi, bolasi o'shanda aytdimi? Shularning dedi, arvohi, ruhi hurmati haqqi dedi. Agar dedi men sizlarga bergan va'damni bajarmasam dedi, shularning nimasi ursin dedi. Sizlarda ham korrupsiya bormi? Kattada bizda. Bizda mana bir tasavvur qiling, bansaga ayolingiz bermaydi, ha? Bordi, olib bordi. Qo'lingizga qaraydi. Yaxshi bo'lsangiz, yaxshi qaraydi. Yaxshi doktor ko'radi. Yaxshi tug'diradi. Bolani yaxshi qo'lingizga beradi. Agarchi bunday kambag'alroq odam bo'lsa, usti boshiga qaraman biladi-da ular. Qaramay qo'yadi. Qachonki oldiga doktor oldiga kirib, men rozi qilaman, qilmayotganicha. Iltimos, shu ayolimga, ya'ni shu kelinimga bir qaranglar, bolasini eson-omon tug'ib qutulib olsin demaguncha qarashib. Keyin yana mana bola tug'ildi deydi, sevinchsin deydi. Tug'ilgan doya. Bunga bu yerda pulga aytaman, 500 rubl berasizmi? 500 rubl. Yana oldida ana yordamchi doya. O aytadi. Menga deydi 200 rubl berasiz deydi. 800 rubl. Yana ana sanitarka tozaladim deydi, o deydi, bu deydi. 200 rubl var. Ona 100 rubl berasiz deydi. Короче, 1000 rubl ketadi ekanda. 1000 rubl qancha bo'ladi sizlar pulinglar? Men например aytyapman, menda например so'rayapman, 1000 rubl ketadi aka. Men misol keltirib aytdim-da. Chestni aytsam 2000 rubl ketadi. Bitta bola tug'ilgan nima bu. Yarim kecha borib qolsangiz, qo'lingizga mana shuncha qog'ozda dori yozib beradi. Bu dori siz ayolingiz, siz bolangizga keragi bormi, yo'qmi deb aytmaydi unda. Siz chiqasizda soat 12 yo 11. Bitta ikkita aptika ochiq bo'ladi. Shu bitta ikkita aptika kirasizda dorini olasiz. Dorini olmasangiz bo'lmaydi. Bu dori ham masalan
500 rubluk dori bo'lsa hammasi. Aha. Kechqurun soat 11dan keyin borsangiz, Двойной сен. двойной сена. А может, действительно o'sha dorilar kerak bo'lsa kerakdir. Sen qayerdan bilasan? Sen vrach emassan dedi. Ayolimdan so'radim. Men falonli pisonli dorilar oluvdim. Sen shu narsalar ishlatdimi desam, bitta ukol urdi bo'ldi, tamom dedi. Boshqa ukol qilgan yo'qman yani. Siz necha xil narsa oldingiz? 8 xil narsa olganman-da. Может, 8 tasini bitta qo'yib turib, tortib turib berib qo'ysa kerak-da. Endi xilaman endi. O'zi 5 shpritsa ukol qildi dedi. Kaçta sipariş aldın öyle? Bitti mi? 8 tane. Ya orada endi bir 5-6 dan ko'proq sifazlarni qanday dorilar bordi. Çok qarada inakda bunday bo'ladi-da. 2-3 ta boyagi dorilarni qo'shib turib bitta sipirishga tortib turib, anan berib qo'yadi-da. O'shunday bo'lsa ham mumkin-da. Endi lekin buni bilmayman. Savlasangiz bo'lsa 100 rubl yoki 200 rubl bo'ladi. Lekin menga o 500 rubl, 600 rubllik dorini olib chiqaman-da. Shu dorini ertasi kuni xotinim bachalar bo'lgandan keyin bolani ko'rgani borib, yo ovqat olib borganda so'rayman-da. Bir bola chiqib keladi. Shuncha dori oldim. Nima qilding? Qanchasiz senga? Menga bir dona ukol qildi, tamom deydi. Endi uni borib, ichkari borib doktorga aytsangiz, bironta doktor ishonmaydi. Endi mayli o'lib ketsin. Biz bu bola chaqa tinch bo'l, den sog'ligi yaxshi. Mayli, men qarayman, o'lib ketsin, qo'yaman uni aytaver deb. O sen bilan bizni qo'limizdan emasdan to'xtatib qo'yishchi. Qara. Hozir idon 2 yil ishlayman deb otasingda Moskvada. 2 yil stroykada yurishmi, dvornik kirib ishlashmi maqsad? Dvornikda bir ko'rdim, hech ishlab ko'rganim yo'q. Dvornikda ishlab. Mayli, dvornik to'xtabdir deylar. Stroyka. Bana shuncha yil ishlabsing, qancha joylik idonlar bo'lding stroykada yurib? Oldin kelgan hammasini qo'shsa 7-8 oy idonlar. Puli summasi qancha oldi o'shasi? Bir 100 ming, 100 ming bormi? 2 yil ishlagan bo'lsam 2000 dollarlar, 2,5 minglar jo'natganman obshi. 2,5. Moskvaga kelyotib, o'zing yolg'iz kelasingmi, yo bir o'zlarim chiqara olsang bu yoqqa? O'zim. O'zing kelib, qayoqqa borasan kelib turib o'yla? Yo'q, nimaga so'rayga kim chaqirgan bo'lsa shu. Yo, o'sha biri seni chiqaradi-da, turib, anan keyin kelasingda. Atak o'zing shart kelib olib turib bu joyga borib. Yo'q. O'sha sen 6 oy murda, 6 oy oldin kelganda o'sha chiqargan odamni nimaga dash ishlashib ketmading deyimda? Endi qarang, o'sha yerga chaqirgan odamlar tasavvur qiling, mana 33 etajda ishlardik biz. 33 etaj domida. Mana bunday domlardan ventilyatsiya degan narsa bor. Kanal. Ventilyatsiya. Ana u tunikadan yasalgan. Shuni qo'yishimiz kerak. Kanalni gruzini qo'yishimiz to'g'ri qoldi-da. Yana zinadan o ko'tarib olib chiqish kerak uni. Kanalni. 33 etajga. Lift borda, lift buzilib qoladi ko'pincha. Keyin orqaga olasiz-da, liftsiz tepaga chiqib ketasiz. Qo'yaman degan joyingizda abitib qoladi. Abitga yana peshkirib chiqasiz. Abitdan bo'lib 1 soat abit bilan abitib chiqib yana peshkirib chiqasiz. 1 soat vaqtingiz, o'sha yarim soatingiz liftsiz ketadi, chiqib borasiz. Keyin nimaga kechqurun 4 ta kanal qo'yishing kerak deydi. Nimaga 2 ta qo'yding deydi. Aytsa bo'y shuni. Lift yo'q, shunday deydi. Biladi. Turklarda ular, turk. Charchab bir joyda o'tirib qolsangiz, kelatda kameraga olib turib, oyligingizdan xizmat qilaman deydi. 2 oy ishladimda men aytdim, endi og'alar pul beringlar desam, sen yo'l pulingni to'lab kelganmiz, yana 2 oy ishlasang oylik olasan deyapti. Ondan keyin indamay chiqib ketdim. İşten çıkıp ketding. Chiqib ketdim. Birida tishim og'rib qoldi, tishimni davlataman doktorga borayin desam, mayli bor deyapti. Lekin deyapti, mana soat 6dan chiqasiz yotoqxonadan. 6dan chiqasiz, soat 7ga borasiz peshkom. Shuni hozir xuddi mana men siz meni olgan joyingizdan mana yotoqxonamgacha bo'lgan joyda piyoda boramiz ishga. Piyoda borib turib, ana keyin aytyapti. Deyapti, endi deyapti. Mana shu ishni
shunchalik zadaniya bo'ladi, turklar yomon-da. Suv bilan bo'ladi. O'zingizni erkin qo'yib qo'ymaydi. Nechta bo'lib va rasmga tushib qoladi. Bir kunimiz masalan 4300 rubl. 40 ming oylik chiqadi. 40 ming oylik chiqadi. Shunda 2 oydan men qarz bilan qismda bu 80 ming bo'lsa, bu hech pul bo'lgan bo'ladi. Men aytdim. Mendan ishim og'riyapti, meni javob ber desam, yo'q dedi. Bugungi kuningdan kechsang ketaveradi. Bir kun mana abdan misol 3 ta javob so'rayapman. Ishtiqsiga bor yopib ketmas deyapman. Lekin ne aytyapti? Ustozi halba aytyapti. Sen ya bugungi ish qilmoqman. Menisi bo'ladi deyapti. Sen ishdan ketding bo'lasan deyapti. Ertadan boshlab yana pulni bo'lasan. Men mana shuncha vaqt ishladim desam, yo'q dedi. Bo'lmasa kechgacha ishlaydi. Bu to'g'richilik, shashlik, samsa, javosh qo'ldan kelmaydi. Hech bunda o'shanda narsalarga hech qiziqish yo'q. Dostavkada ishlab ko'rish, kuxnyada помощник bo'lib ishlab ko'rish, sekin o'rganib, по жизни shu stroykada или dvornik bo'lib yuraverasizlar. Ularga işte chaqiradan tanishlarim shu. Ularga ish bor, meniki oilam. Seni boyib ketishingga birov seni chiqirib sana yordam жизнь bermaydi-da. To'g'ri? O'zing mana telefoning bor ekan, internet Rossiyada vроде problema emas. To'g'ri? Internet. YouTube'ga kirasan, любой narsaga kirib, o'sha yerlardan qarab, o'rganib birdakiga, qiziqib, informatsiya olib, anaki sekin so'rab surishtirib, mana tanishib, so'rab surishtirib, mana o'zing harakat qilsang bo'yib deydi-da. O'rischani yaxshi bilmasang, o'rischa o'rganib, qanday desang shu meni sana bergan savetim. Hozir mana 6 oyda $800 bul degani bu pul emas-da, buni aytganda-chi, danli moment. 6 oyda 75 ming rubl ham topmoqchiman sen. Просто mega jalka-da bunday yurishingga-chi. Bu nimaga bunday jalka aytaymi? Mana o'zing namoz o'qib yurib, namoz tashlab qo'yibsan. Bera turgan kim ham? Alloh taolodan so'raysan. Shu 5 mol namozini bekin bo'l. So'ar kech, обязательно zikrlaring to'ldir. Atak bu Ramazon. Otingam uradi, yaxshilik Ramazon degan. O'zing benamozsin. Na sigaret ham chekib tursan kerak ekan. Sigaret chekib turasiz. Sigaretni ham inaydi. Bo'lmasa chekib qo'yasan. Oylik deganda. O'zi qarada sen. Eshakda ishlab 40 ming 50 ming pul topasan. Bir paçka sigareting bilmem qancha bir 100 so'm bo'lsa kerak bu yoqda. Zachем keragi bor? O pulan o'lib kelsin, tishlaring sarg'ayib, o'sha 100 so'mga bir normalniy bir zumni pasta olsang bo'y. Yandex qo'yaman. Xohlasang Yandex taksida, xohlasang Ali Qirg'izda. Чтобы esingga chiqmasin-da. Anta namoz o'qish to'shna bilasing, to'g'ri? Chunki aldab qo'ydimmi dedi namoz o'qishni bilaman, men tashlab qo'ydim. Aldasang, menga bir tiyin qiziqchilik yo'q-da, tiyashasi yo'q. Aldasang ham o'zing aldaysan, aldasang ham o'zing aldaysan. Sen aytdingmi, bir kun ham g'animat, bir kun emas, 1 sekund ham g'animat, 1 sekund. A sen o'sha 1 sekundni nimaga ishlatib o'tasan? O Strogino metroni qayeriga? Strogino metro shunday nimasiga oстановкасы to'xtasam bo'ldi. Ana 258 marshrutka bo'ladi. Adashib ketmaysingdan uni yoqqa? Yo'q, u yoqqa to'g'ri oxiri Sputnikka boradi.